Sizlar ham ishlayapsizlarmi? Bismillah. Aka hormang. Nima ishlayman siz? Charchamaysizmi? Suv po'chvele chanqab qo'yasiz deb kirib ketmanda. Rahmat aka. Charchamaysizmi? Rahmat. Sizlar basal oldingizmi? Ha, rahmat. Ozgina siz. Hisob kitoblarimiz bor, shular yakillab qo'yadi. Mana eng go'zal joyi mana shunchalik shu joyga kelishimimiz sababchi ota-onamiz maza qildim mana shu yerga. Tinchmisiz? Rahmat. Endi baribir bu hamma inson o'zining ustida ishlab nimadir yangilik qilishga intiladi. Shuni biz ham shu holatni yaratishni xohlab 2026-yilga yangi hosillarimiz pishib bitdi. 2026-yil avvalambor aka-ukalarimizga, hamma hamkasblarimizga fayzli, barakotli kelsin. Yaxshi baraka olib kelsin. Alloh o'z baraka yog'dirib qo'ysin. Biz 2026-yil hosillarimiz pishib bitib hamda tayyor mahsulotni eksportga qilishni boshladik. Shular qatorida bir shu eksportga chiqarayotgan yuklarimizni ko'rsatib o'tamiz. Instagramda hamma o'zini eng chempion namunalarini ko'rsatib o'tdi. Biz ham o'zimizni bodomlarning eng chempionlarini ko'rsatib qo'yaylik bir. Ha, biz xudo xolasa o'zimiz ham O'zbekistonning eng chempion bodomlari hamda Amerikaning eng chempion bodomlarini, eng oliy bodomlarini ko'rsatib o'taman. Ikki xil turda bodom bo'ladi hozir. Bu eksportga chiqarayotgan, hozir boshlangan, eksportni boshladi. Yangi bodomlarimiz. Endi Amerikadan kelgan yangi bodom, bu qaysi yili chiqqanligi, qaysi yili hosilligini bilmaymiz. Lekin bizning hosilimiz yangi bodom. Bismillah. Xalq ko'rib maza qilsin, ha? Xalq ko'rib maza qilsin. Ko'rganlar bo'lsa yana bir takror ko'rib qo'yadi. Xudo xolasa ko'rganlar biladi qanaqa bodomligini buni. Bu yangi 2026-yil hosil bodomi. Shunchalik shunaqangi chiroyli qilib, shunaqangi go'zal qilib, ne'mat qilib yaratib qo'ygan Allohga behisob